kardiologik kasalliklarga ajoyib davo bo'luvchi, yurak xastaliklarini kamaytiruvchi hamda yurakda infarkt, insultni oldini oluvchi ajoyib giyohlardan biri, yurakka quvvat beruvchi azizlar kardamon giyohi bo'ladi. Kardamon giyohi sharq tabobatida o'zining muhim o'rnini hech bir giyohga bermay keladi. Agar buning sizlarga foydali xususiyatlarini aytib o'tadigan bo'lsak, yurak qon tomir xastaliklarida, kardiologik kasalliklarda hamda inson bosh to'qimalari shikastlanganda qon suyultirishda ajoyib davo bo'luvchi hamda yurakni quvvatlantiruvchi, yurakda infarkt, insultni oldini oluvchi kardamon giyohi bo'ladi azizlar. Kardamon giyohining ichilish tartibi juda oddiy, juda oson. Mana shunday kardamon giyohidan olasizlar. Har kuni ertalab 5 ta donasini 150 gram qaynagan suvga damlab ichiladi azizlar. Yurakdagi yog'larni eritishda, hansirashlar, charchab qolishlar, holsizliklar bo'lganda ajoyib davo bo'luvchi kardamon giyohi. Har kuni ertalab bir marotabadan och qoringa ichiladi azizlar. Olingizlar, ichib ko'ringizlar, shifo Allohdan.